Jamshid aka 16 kun oldin keldik bu dalaga. Xo'p. Bu bug'doy bir qarich atrofida edi. Aha. Bu qanaqa qilib bu 1 metrga yaqinlashib ketibdi? Qanaqa qilib o'zgartirdinglar aka buni? Buni endi siri bor, agrotexnik tadbir. Agrotexnik tadbir hozir birinchi sirini aytaman, keyin ikkinchi sirini aytaman. Faqat ichkariga kirishimiz kerak. Odamni qiziqtirib qo'ydingiz aka. Qanaqa siri bo'lishi mumkin bu? Ichkariga kiramiz. Sizdan ham o'tib ketgan bu bug'doy aka. Yaqinroq kelasiz, azizbek sirini aytaman. Ichkariga kiraymi? Ha. Ko'rsatasiz. Bani bo'yini ham qarang, tizzamdan o'tgan. Ko'rib turibmiz. Bu bug'doyning rangi vobshe qop-qora bo'lib, juda go'zal bo'lib ketibdi-yu. Mana sirni keling, mana bu ko'rsatasiz. Mana siri. Barchaga ma'lum va mashhur logo. Mana shu siri bo'ladi. Bu asosiy sirlardan bittasi bo'ladi. Ikki xil siri bor. Xo'p, bu ekin maydonga 12-fevral kuni kelganmiz. O'shanda sovuq stressli ob-havodan ekinlarni qanaqa chiqarish kerak degan videoni qildik. Montajda qo'yib ketasiz. Xo'p, bu ekin maydonga fermer opa bilan maslahatlashib, xudo xolasa gektariga 1 kilodan Lovo Goldni berganmiz. Undan tashqari o'sha 12-dan keyin yog'ingarchilik kelishi boshlagan paytda fermer opani o'zlari ham bir maslahatlashib aytganlarida gektariga 2 kilodan slitra berib yuboraman deb aytuvdilar. Bo'ldi, yomg'irdan oldin seforsiz bo'ladi deb aytgandik. Ikkalasini parallel holatda ishlatganimizda buni ko'ryapsiz sirini. Ham o'sha ildizdan oziqlantirish, ham undan tashqari sovuq ob-havolarning stressi, undan tashqari mana Lovo Gold bargidan. Bargidan berganmiz. Sovuq ob-havolarning stressidan chiqargan, ekinni yaxshi o'stirib turgan, yaxshi tuplab turgan. Kelib ko'rsatasiz. Qalinligini ham kelib ko'rsating. Qalinligi o'ta ham akalar go'zal. Mana yaqinroq kelib olib kelib ko'rsatasiz. Jamshid aka bilan tez-tez uyabiyalarga borib turamiz. To'g'risi bunaqa bug'doyni mana zichligini ko'ryapsiz, ko'chatlarni. Mana bitta tuplanganligini ham ko'ryapsiz. O'tlar ham tamom bo'libdi, buni tayda qolib ketib Jamshid aka. O'tlar tayda qolib ketgan. Xo'p, hurmatli bizlarning kuzatuvchilar, hozirgi kunda o'sha ekinlarni, bug'doy ekin maydonlarini tezroq rivojlantirishda, undan tashqari yaxshiroq tuplatishda Lovo Gold mahsulotlaridan foydalanishingizni tavsiya qilamiz. Bug'doylarimizni ko'ryapsizlar. Mana shu ekin maydonini doimiy tarzda agro kuzatuvimiz nazoratida fermer opa bilan maslahatlashib agrotexnik tadbirlarni amalga oshiramiz. Endi asosiy yana bitta sirini aytib o'tib ketamiz. Bu yerda biofungitsiddan foydalanganmiz. Biofungitsid Argamika S. O'sha yaxshi fungitsid. Mana ko'ryapsiz, bug'doylar qalin, yog'ingarchiliklar yog'iyotibdi. Hali ham mana shudringlari hali ketmagan. Bitta ham kasal yo'q ekin maydon. Xohlasa kasal yo'q xolos. Bunaqa bo'yda, bunaqa yog'ingarchilikda, bunaqa namgarchilikda zang kasalligi tushib ketish kerak edi. Undan tashqari shudring kasalliklari tushib ketish kerak edi. Ko'ryapsiz, bug'doy kasallikdan toza. Xo'p, bu o'sha asosiy profilaktik tadbir sifatida Argamika S preparatini sepganmiz. Uni montaj davomida qo'yib ketamiz. Rasmini mana shu gektariga 1 litrdan Argamika S va 1 kilo 2 kilo hisobida o'zi 1 kilo sepganmiz, 2 kilo hozirgi kunga kelib 2 kilodan bemalol Lovo Gold sepsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bizga murojaat qilayotgan dehqonlarga ham tavsiyalar beryapmiz. Gektariga 2 kilodan Lovo Gold. Ko'ryapsiz, bug'doyi natijasi yomon emas. Montaj davomida o'sha 12-fevral kuni kelib qilgan videomizni ham qo'yib keting. Bir-biriga bizlarning kuzatuvchilar, obunachilar solishtirib ketsin. Agarda bizlarning obunachilarimizda yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirsin. Xudo xolasa, ularga ham javob beramiz. Jamshid aka ko'pchilik maslahat so'ramoqchi bo'lyapti, lekin nomer qo'ymayapmiz aka. Misol, kommentariyada savol so'rashligi mumkinmi dehqonlarimiz? Bemalol kommentariyada bemalol savol so'rashligi mumkin. Kommentariyada javob beramiz. Mayli. Lekin bu safar nomeringizni ham qo'yib ketmasam bo'lmaydi, chunki ko'pchilikni qiziqtirib qo'ydingiz aka. Nomer qo'yib keting, xudo xolasa. Endi vaqtimiz yetgangacha, endi juda ko'pchilik telefon qilishyapti, vaqtimiz yetgungacha xudo xolasa javob beramiz. To'g'ri. Doim biz mana Jamshid aka bilan mashdalaga ko'p kelib video qilamiz, chunki fermer opamiz qandaydir problema bo'lsa, doim Jamshid aka bilan meni chaqiradi, biz kelib video olamiz. O'tgan yil ham
opani hosillariga doir olgan videolarimiz bor. Xudo xolasa iloji bo'lsa montaj davomida uni ham qo'yib ketamiz. Xo'p, oldingi yil bu ekin maydonida shuni naryoqda edi, piyoz ekin Narigi maydonida piyoz dalasini o'rnida edi. almashlab ekish qonun qoidalariga amal qilgan holatda bu yil bu yoqqa ekitili. Xo'p, gektariga 10 tonnadan sof holatda 10 tonnadan bug'doy don olganlar, hosildorliklari yomon bo'lmagan. Oldingi yil opa bu hududda birinchi o'rin chempion bo'lganlar. Sodda tilda aytganda chempion bo'lganlar. Bug'doy chempion bo'ldi. Bu yil holisi natija yomon emas. Jamshid aka, fermer akalarimiz ham o'sha videoni bittada ko'riblar, mana biladi, bug'doyning holatini ko'rsatyapman. Mana bo'yimga Sizdan solishdi. baland. Ha, belimga kelib qo'yganda mana. Sizdan baland bug'doy. Keyin ichlari ham o'ta go'zal, hech qanaqa bir kasallik, boshqa ranglari tiniq, o'ta go'zal bo'lib turibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz bir xil, hech qayerda och tusli, yashil, och yashil tusli joyi yo'q, hammasi bir xilda to'q yashil holatda bo'lib turibdi. Hurmatli dehqon akalar, fermer akalar, bog'bonlar, Lovogoldda barcha turdagi ekin maydonlarida foydalanish mumkin. Bog'larda ham, poliz ekinda ham, hattoki piyoz, chesnok barcha dala mahsulotlari uchun foydalansa bo'ladi. Xo'p, yana shu alohida aytib o'tib ketadigan joyi. Qo'shimcha. Ha, alohida aytib o'tib ketadigan joy Lovogold universalligi bilan ajralib turadi. Undan tashqari ekinni istalgan fazasida sepsa bo'ladi. Hosildorligiga ham, uni ekinlarimizni rivojlantirishiga ham, hosildorligiga ham ijobiy ta'siri bor. Bizani kuzatishda davom etinglar. Bug'doy ekin maydonimiz yoqqan bo'lsa, agrotexnikalarni to'g'ri amalga oshirganimiz natijasida bug'doyi rivojlanganlari yoqqan bo'lsa, layklar ayamaysizlar. Xudo xolisa bizani kuzatib tursanglar, yana ham yaxshi ma'lumotlarni berib boramiz.